Eron, Kuvayt va Bahrayn tomon 7 ta ballistik raketani uchirdi. Sun'iy yo'ldoshlar Xitoyning noodatiy suvosti kemasini aniqladi. Shavkat Mirziyoyev va Vladimir Putin O'zbekistondagi AES qurilishiga start berdi. Bir yilda bitta import avtomobilga muvofiqlik sertifikati berish normasi bekor qilindi. Peterburg forum davomida yana hujumga uchradi. Eron, Kuvayt va Bahrayn tomon 7 ta ballistik raketani uchirdi. Centcom'ning dastlabki baholashlariga ko'ra, hujum vaqtida uchirilgan 7 ta raketadan 6 tasi havo hujumidan mudofaa tizimlari tomonidan to'sib olingan. Hujum vaqtida uchirilgan 7 ta raketadan 6 tasi havo hujumidan mudofaa tizimlari tomonidan to'sib qolingan. Qolgan bitta raketa esa belgilangan nishonga yetib bormagan. Ayni paytda Eron Islom inqilobi muhofizlar korpusi voqealar rivojiga o'z munosabatini bildirdi. Korpus ma'lumotlariga ko'ra, shanbaga o'tar kechasi 4 ta neft tankeri Tehron bilan kelishmasdan Hormuz bo'g'ozi orqali harakatlanishga uringan. Eron Islom inqilobi muhofizlar korpusi da'vo qilishicha, mazkur tankerlardan biri zarbaga uchrab to'xtatilgan. Qolgan 3 ta kema esa ortga qaytishga majbur bo'lgan. Eron harbiylar bayonotida qayd etilishicha, shundan so'ng AQSh kuchlari mintaqadagi radiolokatsiya obyektlariga havo zarbalari bergan. Bunga javoban Eron Islom inqilobi muhofizlar korpusi Kuvaytdagi AQSh harbiy bazasi hamda Bahraynda joylashgan AQSh 5-floti qarorgohiga ballistik raketa zarbalari berganini ma'lum qilgan. Hozircha mazkur hujumlar oqibatida qurbonlar yoki yirik vayronagarchiliklar haqida ma'lumot berilmagan. Kuzatuvchilarning fikricha, Hormuz bo'g'ozi atrofidagi vaziyatning keskinlashishi Fors ko'rfazida xavfsizlikka oid xavotirlarni yanada kuchaytirmoqda. Chunki ushbu bo'g'oz dunyo neft va gaz savdosining muhim qismi o'tadigan strategik dengiz yo'li hisoblanadi. Tomonlarning o'zaro zid bayonotlari voqealarning haqiqiy ko'lami va oqibatlari yuzasidan mustaqil tasdiqlangan ma'lumotlar hali to'liq mavjud emasligini ko'rsatmoqda. Sun'iy yo'ldoshlar Xitoyning noodatiy suvosti kemasini aniqladi. Shanxaydagi Jiangnan Shipyard verfida olingan yangi sun'iy yo'ldosh suratlarida Xitoyning ilgari ma'lum bo'lmagan yirik suvosti kemasi aniqlandi. Mutaxassislar uni so'nggi yillardagi eng g'ayrioddiy harbiy dengiz loyihalaridan biri deb hisoblamoqda. 1-iyun kuni olingan sun'iy yo'ldosh tasvirlarda kuzatilgan suvosti kemasining asosiy o'ziga xos jihati unda zamonaviy submarinalar uchun an'anaviy hisoblangan rubka, ya'ni ustki boshqaruv qismining mavjud emasligidir. Tahlilchilarning fikricha, bunday yechim Xitoyning yuqori tezlikka ega, kam shovqinli va aniqlash qiyin bo'lgan yangi avlod suvosti platformasini yaratishga urinayotganidan darak berishi mumkin. Dastlabki baholanishlarga ko'ra, suvosti kemasining uzunligi taxminan 120 metr, kengligi esa 10-11 metr atrofida. Bu ko'rsatkichlar uni aksariyat zamonaviy dizel elektr suvosti kemalaridan, hatto ba'zi atom suvosti kemalaridan ham yirikroq qiladi. Taqqoslash uchun Xitoyning Type 093 loyihasidagi atom suvosti kemalarining uzunligi 108-110 metrni tashkil etadi. AQShning Virginia sinfidagi atom submarinalari esa taxminan 115 metrga teng. Yangi kemaning aniq vazifasi hozircha ma'lum emas, biroq uning o'lchamlari bu tajriba namunasi emas, balki yirik jangovar platforma bo'lishi mumkinligini ko'rsatmoqda. Mutaxassislarning eng ko'p qiziqtirayotgan jihat an'anaviy rubkaning yo'qligi. Oddiy suvosti kemalarida mazkur qism periskoplar, radar va razvedka machtalari, aloqa antennalari, havo olish tizimlari hamda suv yuzasida harakatlanish paytida kuzatuv uchun xizmat qiladi. Bunday konstruksiyadan voz kechish korpusning gidrodinamik xususiyatlarini yangilash mumkin. Ekspertlar fikricha, bu suvosti tezligini oshirish, manyoverchanlikni yaxshilash, shovqin darajasini kamaytirish va dushman tomonidan aniqlanish ehtimolini pasaytirish imkonini beradi. Hozircha Xitoy rasmiylari mazkur loyiha yuzasidan hech qanday ma'lumot bermagan. Shunga qaramay, tahlilchilar uning ehtimoliy vazifalari sifatida yangi avlod atom zarba beruvchi suvosti kemasi, dronlar tashuvchisi, istiqbolli texnologiyalarni sinash platformasi yoki dengiz tubida maxsus operatsiyalar uchun mo'ljallangan submarinani ko'rsatmoqda. Mutaxassislarning fikricha, agar loyiha muvaffaqiyatli chiqsa, u so'nggi 10 yillikda suvosti kemalari konstruksiyasidagi eng katta o'zgarishlardan biriga aylanishi mumkin. Shavkat Mirziyoyev va Rossiya prezidenti Vladimir Putin O'zbekistonda integratsiyalashgan atom elektr stansiyasining birinchi energiya blokini qurish ishlariga start berdi. Prezident matbuot xizmatining xabar berishicha, marosimda teleko'prik orqali Xalqaro atom energiyasi agentligi bosh direktori Rafael Grossi ham ishtirok etdi. Shavkat Mirziyoyev Vladimir Putin va Rafael Grossiga ushbu loyihaning ro'yobga chiqarilishini shaxsan qo'llab-quvvatlagani va ko'rsatilgan e'tibor uchun minnatdorlik bildirdi.
Mamlakatda birinchi atom elektr stansiyasini barpo etishda ishtirok etayotgan O'zbekiston va Rossiya mutaxassislariga birgalikdagi sa'y-harakatlar va yuksak professionallik uchun alohida tashakkur aytdi. Mazkur loyihaning amalga oshirilishi O'zbekistonning texnologik, industrial va ilmiy taraqqiyotida yangi bosqichni boshlab berib, yangi tarmoq atom energetikasini rivojlantirish uchun asos yaratishi qayd etildi. Loyiha kichik modulli atom generatsiyasi hamda yirik hajmli energetika sohasidagi eng so'nggi yutuqlarni o'ziga mujassam etgan. O'zbekiston yetakchisi xavfsizlik loyihasining mutlaq va so'zsiz sharti ekanini alohida ta'kidladi. Stansiyani qurish va uni ekspluatatsiyaga tayyorlash ishlari eng zamonaviy xalqaro standartlar, ilg'or muhandislik yechimlari asosida hamda Xalqaro atom energiyasi agentligining doimiy nazorati ostida bajarilmoqda. Ushbu ulkan loyihaning amalga oshirilishi va uning natijalari O'zbekiston-Rossiya keng qamrovli strategik sheriklik va ittifoqchilik munosabatlarini yanada mustahkamlashga xizmat qilishiga ishonch bildirildi. 4-iyun kuni O'zbekiston RTM 200N yadroviy qurilmali atom elektr stansiyasi energiya blokini barpo etish bo'yicha litsenziya berildi. Sanoat, radiatsiya va yadro xavfsizligi qo'mitasi O'zbekistonda RTM 200N yadroviy qurilma atom elektr stansiyasi energiya blokini barpo etish bo'yicha litsenziya berilganini xabar qilgandi. Sanoat, radiatsiya va yadro xavfsizligi qo'mitasi loyiha amalga oshirilishi davomida qurilish jarayonlari, litsenziya talablariga rioya etilishi hamda aholi va atrof muhit xavfsizligini ta'minlash ustidan doimiy davlat nazorati olib borilishini bildirdi. O'zatom agentligi direktorining Daryo muxbir savoliga javob qilinishicha, Jizzax viloyatida qurilayotgan atom elektr stansiyasining bazaviy qiymati 9,5 milliard dollarni tashkil etadi. Bir yilda bitta import avtomobilga muvofiqlik sertifikati berish normasi bekor qilindi. O'zbekistonda import qilinadigan avtomobillar uchun amal qilib kelgan cheklovlardan biri bekor qilindi. Endilikda jismoniy va yuridik shaxslar tomonidan transport vositasini import qilishda bir kalendar yil davomida faqat bitta avtomobilga muvofiqlik sertifikati berishni nazarda tutuvchi norma qo'llanmaydi. Bojxona qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, bu prezidentning qurilish sohasida natijaga asoslangan boshqaruvni joriy etish hamda sohada davlat xizmatlarini soddalashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmonga belgilandi. Hujjat bilan Vazirlar Mahkamasining 2017-yil 25-apreldagi 237-son qarori bilan tasdiqlangan muomalaga chiqarilayotgan g'ildirakli transport vositalarining xavfsizligini to'g'risidagi umumiy texnik reglamentga o'zgartirish kiritildi. Mazkur o'zgartirishga ko'ra, reglamentdagi muvofiqlik sertifikatini bir kalendar yil davomida bir martadan ko'p emas tarzida berishni nazarda tutuvchi norma chiqarib tashlandi. Peterburg forum davomida yana hujumga uchradi. Ukraina dronlari 6-iyun kuni ertalab Sankt-Peterburg va Leningrad viloyatiga hujum qildi. Bu haqda Ukraina qurolli kuchlari xabar berdi. Peterburg gubernatori Aleksandr Beglov shahar aholisini uylarida qolish va ko'chalarga chiqmaslikka chaqirdi. Hujum sababli shaharda tunda va ertalab mobil internet ishida uzilishlar qayd etilgan. Leningrad viloyati gubernatori Aleksandr Drozdenko esa hudud ustida 141 uchuvchisiz uchish apparati urib tushirilganini ma'lum qilgan. Qoldiqlar Luga, Volosovo va Lomonosov tumanlarga tushgan. Shuningdek, u Balshaya ijara posyolkasi hududida yong'in chiqqanini ham bildirgan. U vayronalar ko'lamini aniqlashtirmagan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, halok bo'lganlar va jarohatlanganlar yo'q. Lomonosovdagi dengiz issiqlik texnikasi ilmiy tadqiqot instituti, Kronshtaddagi kadet dengiz korpusi hamda Petergov neft bazasi dronlar zarbasiga uchragani aytilmoqda.